Qaynog'am go'shtli ukolini tomog'imga tiqqanda nafas ololmay yo'talib qoldim. Qaynog'am yuzimga urib yana: "Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun sizlar uchun yana bir ehtirosga to'la, yurakni larzaga soladigan yangi hikoya tayyorladim. Har biringizga rahmat, qo'llab-quvvatlaganingiz, yozayotgan izohlaringiz va gamxo'rligingiz menga kuch beradi. Kanalimizga yangidan qo'shilganlarga esa xush kelibsiz deyman. Marhamat, qulay joyga o'tirib, bugungi sirli va taqiqlangan muhabbat haqidagi hikoyani birga tinglaymiz. Men bu hikoyani yozishga juda ko'p marta qo'rqib yondashganman. Chunki aytadiganlarim mening eng katta sirim. Bu sirni yuragimda yillar davomida ko'tardim, hatto ba'zan o'zim ham undan qo'rqib ketardim. Lekin hayotda shunday lahzalar bo'ladi, ularni unutib bo'lmaydi. Qanchalik yillar o'tsa ham qaytib kelib yuragingni bir silkitadi. Mening hikoyam ham shunaqa. U begunoh boshlanganday tuyulsa ham, lekin yuragimni butunlay o'zgartirib yuborgan. Men turmushga chiqqanimda 24 yoshda edim. Erim yaxshi, mehribon, lekin juda band edi. Ishidan kech qaytardi, ko'p safarlarga chiqardi. Uning yonida men o'zimni xotirjam sezardim, lekin yuragimda bo'shliq bor edi. U bilan ko'proq do'stday edik, bir-birimizni hurmat qilardik xolos. Lekin men erimning akasiga, qaynogamga qarab yuragimda nimadir tovlanib ketishini o'shanda kutmagan edim. To'y kunimizda qaynogamni ko'rib yuragim bir lahza tit etgandi. U boshqalardan farqli edi, baland bo'yli, salobatli, ovozi past, nigohlari esa qattiq, lekin ichida mehr yashirinadigan odam edi. Odamlar undan hayiqishardi. Chunki u oilamizdagi eng jiddiy, eng kamgap, eng mas'uliyatli inson edi. To'y taomlari tarqatilayotgan paytda u menga bir bor qaradi. Atigi bir soniya. Ammo shu nigoh meni ich-ichimdan silkitib o'tgandi. O'sha payt men uni noto'g'ri talqin qilgandirman deb o'yladim. Ammo keyin angladimki, yo'q, bu oddiy qarash emas edi. To'y tugab, hayot o'z yo'liga tushdi. Men qaynonam bilan birga yashay boshladim. Erim esa har kuni erta ketib, kech kelardi. Uyda ko'proq qaynonam va qaynogam bilan vaqt o'tkazardim. Qaynogam boshqalarga qaraganda menga bilinmas mehr bilan qarardi. Masalan, men og'ir idishni ko'tarsam darhol yonimga yugurib kelardi. Buni hech kim sezmasdi, lekin men sezardim. Bir kuni tandirga non yopayotganimda issiqdan ko'zim achishib ketdi. Shu payt u kelib, menga soyabon qilib qo'li bilan quyoshni to'sib turdi. "Qo'lingiz kuyib qolyapti-ku, men qilaman", dedi. Ovozidagi gamxo'rlikni eshitib, yuragimda nimadir erib ketdi. "Yo'q, o'zim qilaman", dedim, lekin qo'llarim ham, yuzim ham qizarib ketdi. U kulimsiradi. Uning kulishida qandaydir yashirin iliqlik bor edi. Ana o'sha kundan boshlab men uni har kuni ko'rib, ichimda tushuntirib bo'lmaydigan sentiment uyg'ona boshladi. Bir necha hafta o'tib qaynonam og'irlab qoldi. Men unga gamxo'rlik qildim, qaynogam esa dorilarni olib kelardi. Kechqurun u bilan hovlida to'qnashib qoldik. Hamma uxlagan edi. U menga qarab, "Bugun charchadingiz, bilaman", dedi. "Yo'q, yaxshi", dedim jilmayib. U menga uzoq qarab qoldi. "Siz bu uyga samimiyat olib kirdingiz", dedi u past ovozda. Men jim qoldim. Gapim chiqmay qoldi. Yuragim tez urardi. "Meni tushunmang. Shunchaki rahmat aytkim keldi", dedi u o'zini to'g'rilab. Lekin o'sha bir lahza, bizning ko'zlarimiz bir-biriga to'qnashgan lahza, men hech qachon unutmayman. Chunki o'sha qarashda shunchaki minnatdorchilik emas edi. Yashirin ehtiros, yashirin mehr, hatto qo'rquv ham bor edi. O'sha payt men o'zimga tan oldim, men qaynogamni his qilyapman. Bir kuni qaynogam bozordan qaytib kelib menga kichkina quti uzatdi. "Bu sizga", dedi. "Nega?" dedim hayron bo'lib. "Shunchaki, kelin odamga sovg'a qilish odat", dedi u. Ichida juda nozik, nafis kumush bilaguzuk edi. Men bilaguzukni qo'limga taqqanimda, u mening bilagimga teginib ketdi. Shu tegish yuragimga ot bo'lib tushdi. Go'yo butun dunyo jim bo'lib qolganday bo'ldi. U ham titrab ketgandek bo'ldi. Lekin ikkovimiz ham hech narsa demadik. O'sha kundan boshlab biz bir-birimizga ochiq gapirmasdik, lekin har qarash, har so'z, hatto har nafasimiz bir-birimizga bog'lanib qolgandek edi. U menga ko'p qarab turardi. Men ham ko'p yalt etib unga qarab olardim.
Lekin har safar ko'zlarimiz to'qnashganda ikkovimiz ham qarashimizni darhol olib qochardik. Chunki ikkalamiz ham bir narsani juda yaxshi bilar edik, bu hislar taqiqlangan. Bu muhabbat aytilmasligi kerak. Hech qayerga bormasligi kerak. U erimning akasi, men esa uning ukasining ayoliman. Lekin yurak bunday o'ylamas ekan. Bir kechasi kuchli yomg'ir yog'di. Erim safarda edi. Qaynonam uxlab qolgan. Ko'p ishlar qilganimdan charchab ayvonda o'tirib yomg'irni tomosha qilayotgandim. Havo salqin, shamol esa yuzimga ohista urardi. Shu payt ortimdan bir ovoz eshitildi. Sovqotmang. Bu qaynogam edi. U mening yelkamga ko'rpa tashlab qo'ydi. Rahmat, dedim. U yonimga o'tirdi. Bir muddat jim o'tirib qoldik. Yomg'ir tomchilari tun sukunatini buzib, alohida bir sokinlik yaratardi. Bilasizmi, siz uyga kelganingizdan beri, dedi u asta, so'ng davom etmay qoldi. Men unga qaradim. U ham menga qaradi. Ko'zlarimiz o'sha zahoti bir-biriga bog'lanib qoldi. U qarashda yashirin ehtiros, ichimizda yonayotgan o't bor edi. U sekin dedi. Men bir zumda titrab ketdim. Qaynoga, dedim ovozim chiqmay. U boshini egdi. Lekin bu hisni yashirish qiyin. Yuragim qattiq urdi. Men ham, dedim ovozim titrab. Bu so'zlarim chiqib ketganiga o'zim ham ishona olmadim. Lekin u mening ichimdagi haqiqat, bilaman, aytmasligim kerak. U menga qo'lini uzatdi. Men uning qo'lini ushladim. Birinchi marta. Shu lahza butun tanamdan issiqlik o'tdi. Lekin keyingi lahza u qo'lini tez tortib oldi. "Yo'q", dedi past ovozda. "Biz bunday qila olmaymiz." U o'rnidan turdi. Tushunardim, u o'zini ushlab qoldi. Lekin uning ovozidagi titroq, yuragidagi o'tni yashira olmasdi. Men o'sha kechasi uxlay olmadim. O'sha kechadan keyin u mendan uzoqlasha boshladi. Gapirmasdi, qarashmasdi. Menga yaqinlashmaslik uchun atay har narsadan qochardi. Lekin bu qochish ortiqcha edi. Chunki qanchalik qochmasin, biz orasidagi hislar baribir mavjud edi. Men uni ko'rganda yuragim siqilardi. U ham meni ko'rganda nigohini tez olib qochardi. Bir kuni men bog'da gullarni sug'orayotgan edim. U kelib, "Og'ir chelakni ko'tarmang, men qilaman", dedi. Uning qo'li mening qo'limga tegib ketdi. O'sha lahza yana ikkovimiz bir zum jim qoldik. U chuqur nafas oldi. "Sizdan uzoqlasha olmayapman", dedi u past, siniq ovozda. Men ham qo'llarimni yashira olmadim. "Men ham", dedim yiglaguday bo'lib. Bir kuni qaynonam menga qarab dedi. "Kelin, bilaman, senga og'ir. Oglim ishchi, band. Lekin sabr qil. Har uyda bo'ladi bunday." Men uning ko'zlariga qaray olmadim. Chunki mening og'irligim erimning bandligi emas edi. Meni qiynayotgan yuragimda yashirin edi. Kunlar o'tdi. Oylab davom etdi bu yashirin azob. Biz bir-birimizga aytmay, lekin yurakdan sezib yashadik. Har kuni bir uyda, lekin yuraklarimiz yashirin ufurib yotar edi. U menga bir ogiz ehtirosli so'z aytmagan bo'lsa ham, qarashlari yetar edi. Men ham unga qarab, lekin hech narsa demay turardim. Aynan shu jim muhabbat meni eng ko'p qiynardi. Bir kuni u menga dedi. "Men uzoq joyga ishga ketayapman. Bir oygacha yo'qman." Bu xabar yuragimni portlatib yuborgudek bo'ldi. "Qachon?" dedim ovozim titrab. "Ertaga." Men hech narsa deya olmadim. U ketdi. Men uni kuzatmadim ham. Chidamadim. Ammo kechasi terasda o'tirganimda qadam tovushini eshitdim. Qaradim, u edi. Keta turib, oxiri meni yana bir bor ko'rgani qaytib kelibdi. U menga yaqinlashdi. "Men sizni bir oy ko'rmayman", dedi u siniq ovozda. Shuncha vaqt qanday chidayman bilmayman. Men ham ko'z yoshimni tiya olmadim. Lekin u yonimga kelib qo'limni ushladi. Bu bizning birinchi va oxirgi yaqin lahzamiz edi. U qo'limni mahkam ushlab dedi.
Bu hisni hech kim bilmasin. Bu bizning sirimiz bo'lsin. Sizni hurmat qilaman, ammo shu yuragimni to'xtata olmayapman. Men ham dedim. Men ham sizni unutolmayman. Biz shu holatda bir necha soniya jim turdik. Oramizda faqat shamol va yuraklarimizning duk-duk ovozi eshitilardi. Keyin u qo'limni qo'yib yubordi. Endi men ketishim kerak. U ketdi. Men ortidan qarab qoldim. Yomg'ir yog'ayotgandek ko'rinardi, lekin bu yomg'ir emas, mening ko'z yoshlarim edi. U bir oyga ketdi. Keyin qaytdi. Lekin biz endi hech qachon o'sha mavzuga qaytmadik. Hech narsa demadik. Yillar o'tdi. Men ham, u ham bu tuyg'uni ichimizda ko'mdik. Lekin ba'zan tasodifan ko'zlarimiz to'qnashganda, o'sha ot yana bir lahza porlab ketardi. Lekin biz uni darhol o'chirar edik. Chunki hayot bizdan boshqacha yo'lni talab qildi. Lekin bilaman, u ham unutgani yo'q. Men ham. Bizning muhabbatimiz hech qachon aytilmagan, hech qachon yozilmagan, hech qachon tan olinmagan bo'lsa ham, u shu yurakda yashab qoldi. Yashirilgan, lekin eng samimiy muhabbat bo'lib.